Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizga Samarqandga qor va yomg'ir aralash kelishiga qaramay bizga dastavkalar davom etyapti. Yana bitta TIS 50 kilovatlik kotyolimizni Lenin tomonga yuboryapmiz. Kotyolimizni polni komplekt dimoxodlari bilan qilib beryapmiz. Dimoxodlari chisi nerjavikadan utuplit qilingan. Bu dimoxodlarimiz ham beloruskiy. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rishlaringiz mumkin. Qalin nerjavika u o'rtasi utuplyonli. Polni aksessuarlari bilan birga. Kimga shunaqa sifatli kotyollar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Mana bu kotyolimiz 500 kvadrat joygacha isitib beradi. 50 kilovatlik uni modelimiz. Bu kotyolimiz bir zapravkaga 30 soatgacha yonadi. Shu kotyollarimizga aksiya ketayotganda shu kotyolni olgan klientimizga mana bu dimoxodlari bonus sifatida qo'shib beriladi. Kimga shunaqa kotyollar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Bu aksiyamiz faqat uni modelimizga tegishli. Mana shu uni 50 kilovatlik kotyolimizni olgan insonga, klientimizga mana bu dimoxodlari qo'shib beriladi bonus sifatida. Kimga shunaqa sifatli kotyollar kerak bo'lsa, sifat qurilish mollari do'koni Sochak mahallasiga kelaverasizlar.